O'yiningizni shu darajada kuchaytirib, o'rtog'ingizning yig'lashiga sababchi bo'lmoqchimisiz? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu videoda men sizga oltinga teng o'qib beraman. Protivnikka yaxshigina uron berdik, endi unga sakrab push qilishimiz kerak bo'ladi. Sakrab push qilsam, buni ertalabgacha o'ldira olmasligimni his qilgan holda konteyner ustiga sakradim va buni easy o'ldirdim. Eng qizig'i videoni shu yergacha ko'rib, hali ham like tugmasini bosmaydi jigarim. Shuni like tugmasini bosib qo'ying, sizdan hech nima ketmaydi. Hozir o'rgatadigan taktikam nafaqat sizning o'rtog'ingizga, balki top TDM'larga qarshi ishlaydi. Xato qilishga haqqim yo'q, sababi protivnik ham oddiy igrok emas, O'zbekiston bo'yicha top 2 ga turadigan igrok. Nikini aytishim shart emas. Yetmaganiga yana uron qabul qilib oldim, lekin hech qanday tushkunlikka tushganim yo'q, chunki ko'p TDM'lar bunaqa momentda mana shu korobkani ustiga sakrab menga push qilishadi. O'shaning uchun korobkaga pref qotib turdim, bo'ldi. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosib qo'ying, sababi mana shu oyning oxirigacha 50 mingta bo'laman deb addushi niyat qilganman. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.